Assalomu alaykum, hurmatli foydalanuvchilar. Bugun sizlar bilan careedu.uzda talabalarni biriktirishda universitet tomonidan kelganda talabalarni biriktirganda faol bo'lishni o'rganamiz. Uning uchun mana amaliyot bo'limiga kiramiz. Amaliyot bo'limida mana shartnomalar bo'limi turibdi. Shartnomalar bo'limi va biz shartnomamiz faol bo'lgan va shu shartnomamizga asoslanib universitet shu talabani biriktiradi va u qayerdan ko'rinadi? Amaliyotlar degan bo'limidan ko'rinadi tashkilotga va mana shundagi holatda oyna hosil bo'ladi. Siz nima qilasiz? Mana bu yerdagi amaliyotni tasdiqlash bo'limiga kirasiz va amaliyotdan holatni o'zgartirish uchun amaliyot rahbar korxona tayinlash, ya'ni korxona tomonidan siz talabaga rahbar tayinlashingiz kerak. Demak, faol qilamiz. Xohlasangiz bu yerda rad ham etishingiz mumkin. Shuning uchun nima qilamiz? Izoh bizga shart emas. Tasdiqlash tugmasini bosamiz va bizning talabamiz, mana bu talaba shu yerga biriktirdi va rahbar ham tayinlandi. Bir narsani yodda tutishimiz kerak. Xohlagan vaqtimiz mana bu yerda amaliyot rahbarini o'zgartirishimiz mumkin bo'ladi. Va keyingi bosqichga o'tamiz. Keyingi bosqich mana bu 528 624 marka amaliyot bo'limining ustiga bosamiz va nima chiqadi? Ta'lim muassasasi Termiz davlat muhandislik agrotexnologiya universiteti 27.04 dan 30.05 gacha ekan. Demak, talabalar sonimiz 2 ta ekan. Amaliyot rahbari Xolmuhammadiyev Abduxoliq Muhammad o'g'li va korxona tomonidan tayinlangan rahbar va amaliyot kunlari dushanba, seshanba, chorshanba va payshanba va juma kunlari. Demak, haftasiga 5 kunlik ekan. Ko'rishingiz mumkin, mana bu yerda nima turibdi? Studentlar ro'yxati va davomat va baho. Biz davomat va baho bo'limiga o'tamiz. Davomat va baho bo'limiga o'tganimizda mana aprel. To'g'rimi? Aprel biz ba'zilar so'rashyapti, amaliyotni oxirida qilsak ham bo'ladimi? Bo'ladi, lekin oyning boshida bir martaga mana bunda bitishga qilib qo'ysangiz yaxshi. Aprelning bir marta oxirida qilyapmiz. Ko'ryapsizlar, bugun 23.05, demak 30.05 da tugar ekan. Mana biz hammasini bittada yo'qlamasini qilyapmiz. Yo'qlama qilyapmiz. Demak, undan yog'ini qila olmaymiz, chunki deganda 25-may va 22-maygacha qildi. Shu kungacha bo'lgan davomatlarini qildik va ikkinchisi nima qilishimiz kerak? Biz baho qo'yishimiz kerak. Baho qo'yish uchun nima qilamiz? Mana bu yerga bitta baho qo'ysak, bu yerga bitta baho qo'ysak, hammasini olib ketadi. Demak, bizning amaliyotimiz aprel oyidan boshlanganicha aprel oyini ham baholab qo'yar ekanmiz. Mana, demak, bizning nimamiz baholashimiz va davomat qilishimiz tugadi. Agar yana kimdadir qo'shimcha savollar kerak bo'lsa, Telegram kanal yozilgan, Telegramda murojaat qilish uchun ham yozilgan, bemalol murojaat qilishlaringiz mumkin.